Barchaga assalomu alaykum. Fermer Ahmadov kanali obunachilari. Bugun xudo xolasa 20-yanvar. Endi o'tganamiz yoz ovqatlarini berib, sekin ko'chaga qo'yib yuboryapmiz. Anchadan beri chiqishgani yo'q edi bular. Shunga bir qo'yib yuboray dedim. Qonlari ochgan shekilli, oldimdan ketmayapti. Ayaqdayda yurishibdi. Hozir bularga dom beramiz unda. G'ozlarni ham chiqarib yuboramiz. Baqirishadi endi bular hammasi. Ovozlari yomon baland ekan bulardi. Baqirishaverar ekan yo'q narsaga. Endi yutkalarimiz oldimizdan ketishgani yo'q. Qonroq sochib shekilli. Chamakka bilan qorlar aldab turaylik ularni. Keyin kechroqqa yemlarni qilib beramiz. G'ozlar nimagadir makka ham, bug'doy ham uncha yaxshi yeyishmayapti. Ko'pincha kepe yeyishar ekan bular. Oldingi egasi bilmayman. Kepe bilan boqqan bo'lsa kerak, faqat kepe yeyishyapti. Yana yurishibdi bir yaxshi hammasi. Sheriklarim aytdi, g'ozlarda ovqatini yeyishyapti ular. Bittasi kirib olib, bor. G'ozlarda ovqatini yeyishyapti. Qimay ketishadi, shuni yeyish. Xudo xolasa endi shu yakshanba xo'roz chiqib qolsa bularga xo'roz olib qo'shamiz. Shu bilan narigi oylarga endi tuxumga kirib ketib qolsa kerak. Shuni mo'ljallab turibmiz. Hozircha yaxshi chiqishtirishmayapti endi utkalarni. Ishlar cho'qishyapti. Bilmayman nimaga hech narsa yo'q. Hozir endi utkalar cho'qishyapti. Bitta indutkalarimiz bir 7-8tasi jo'ja indutka. Qolganlari tulek. Ular tulek. Xo'p, quyonlarni ham bitta ko'rsatib o'taman. Bundan oldingi videomizda yemi haqida gapirayotgandim. Videom uzilib qoldi. Yemini shunday yeyishyapti. Aytdi, boshqacharoq yem ham olib chiqdim. Buncha o'ta yaxshi yeyishmayapti. Ko'proq shu yemni yaxshi ko'rib yeyishyapti. Bilmayman nimaga. Lekin shuni yaxshiroq yeyishyapti. So'zi ham berib turibman orada. So'zi, karam. Uydan chiqqan buchoq bo'lsa yana beraman. Shunaqa boqib yuribmiz. Endi xudo xolasa shu yakshanba yana bir chiqib qarab ko'raman. Agar topolsam, Kaliforniyani qiz quyondan olmoqchiman. Shu quyonni qizidan olsak, shulardan ko'paytirmoqchiman. Kaliforniyada chiroyli quyon bo'lar ekan. Bozori ham tez bo'lardi. Chunki shulardan olib ko'paytiramiz. Yana bitta xudo xolasa quyon olsak, uni chetga qo'yamiz. Bitta idishlarni olib tashlab turib, shu katakka boshqa yana quyonimizni qo'yamiz. Bu quyonni qochirganman. Bugun 20-chi bo'lsa, 8 kun bo'libdi u qochganiga. Endi 50-50. Xudo xolasa 14 kundan keyin bilamiz. Endi buni 26-kunlikda tekshiramiz. O'sha qondan ushlab turib, 2 xatmi yo'qmi ko'ramiz. Agar qochmagan bo'lsa, buni sotib yuboramiz. Chunki bu kerak emas. Endi mabodo qochib qolgan bo'lsa, o'zimizga tug'sa sotib yuboramiz. Qochmagan bo'lsa, shundaylikcha sotib yuboramiz. Endi o'tganamiz uchib yurishibdi, haqdan baqa yoyilib ketishdi. Endi xudo xolasa hozir bularni qamab
don yemlarini berib qo'yamiz. Hammaga rahmat, kanalga obuna bo'lib qo'yasizlar. Xudo xolasa keyingi videolarda ko'rishguncha.